Assalomu alaykum, Ibora obunachilarimiz. Navbatdagi video Urganch shahrida 5 qavatli binomizda 5-qavatini 92 metr kvadrat 3 xona kvartirani sotib chiqdi. Lokatsiyamizga kelsak, obunachilar Azamet, Dorimiz hamkorbankni chorrahasi. Bu tomonda Texnoport. Xullas, o'quv markazlari, bu yerda klinikalarimiz shahar yurakida joylashgan ekan obunachilarimiz. Bu tomonda esa parkimiz Kipsishoda joylashgan. Xullas, lokatsiyasini, bu yerning manzili chiroyli yerda joylashgan. Shu domimizda ekan obunachilarimiz. Yine esa ichalari bilan chiroyli etib obzor qilsak, havodan bino musaffoni nodimiz yomg'ir yog'ishini qara. 9-mart kuni obunachilar. Esa yine tashqi muhlan kuzatdik. Muhlan kuzatsak, birinchi qavatlar notarlardan iborat ekan. Uzdik bilan shoshilamda roza Ramazon oyida yine eksan fitra sadaqa qilaman desangiz, nodimiz bir-biridan podarka qilaman desangiz, joylarni e'londir bo'ladi. Şimdi ko'p odam mashin podarka etib turibdi, joy podarka etib turibdi. Hozir nazar qo'yib ketdi. Esa inshaalloh bilan tushuntirsak bo'ladi. Obunachilar, bismillahirrohmanirrohim deb kvartiramizni obzor qilsak, mashalloh, hammasi yetsin shu roza Ramazon oyida joyimizning go'zal 10 kvadrat 92 metr kvadrat ekan. Narxi $82,000 deydi obunachilarimiz. Rakoyna zonamiz, ledli oynalarimiz, yine polkalarimiz, prixoshkamiz. İşimiz birine göre 120 eshiklar. Berimizde liftlerimiz ishlab turibdi. Hozirgi kunda oyoq tenamiz yana chiroyli kafelardan 60-120 belda topli pola ega. Dizayn proyekt asosida remont qilingan. Berimizda ledlarimiz, galagellarimiz qo'ygan. Bernan yine ajoyib galereyalar qo'yib o'tirgan. Vagonchikli mehmonxonamiz eshiklari. Tak, endi bu mehmonxonamiz kuzatdik. Oshxonamiz. Oshxonamizdan niya vishniyati bu yerni remont qilingan ekan. Nergi muşlardan kuxunyalar, patoloqadan kuxunyalarimiz bor ekan. Bu yerda bir mo'ykamiz, 6 odamlik stolimiz, gaz plitamiz, vitechkamiz, datchiklar, viteklarimiz obunachilar ishlab turibdi. Bostirib to'xtaydi. Tamam. Yine gaz plita, xolodniklarimiz zifli filmoniki. Perdelerden sırasında berimizde dokortini katyollarımıza ega ekan. Xullas, yine ishlab turibdi. Gaz va suvlar hamma daqalgan hisoblagichlarimiz bor ekan. Oshxonadan mashalloh chiroyli etib remont etilgan. Oyoq telimiz laminatdan unaki gilamdan. Berimde fonda hozirgi kunda fon moda berimizda ajoyib ledlarimiz ham galagelardan qo'yib o'tilgan. Bir eshiklarimiz obunachilarimiz 120lik eshiklar qo'yib o'tilgan. Gold svedini ajoyib qo'riqlar qo'yilgan ekan. Endi mehmonxonamizni kuzatib o'tsak, mehmonxonamiz bu yerda chiroyli etib televizorimiz, berimizda divonimiz bor ekan. Uzun novdali berimizda lyustramiz bor ekan. Xullas, televizorimiz o'ng tarafda chap tarafda suvenir qo'yish, ilk kitobchon qilish uchun alohida beni zo'tilgan ekan obunachilarimiz. Yine xullas polka. Berimizdan chiroyli, go'zal. Nodimiz roza Ramazon oyida nima tilasang shuni ijobat bo'laveradi obunachilar. Smart Monix firma televizorlari, berimizda inverter motori, ajoyib kanzanini aytsak firmalik. Endi bu yer kitob jomoni, bu yerda bir jurnal stol bilan ajoyib bir nodini kreslo qo'yilsa, buni e'lonni bor. Shundan da kitob jonda, ko'da kitobni o'qib dam oladi. Zonamiz bu yerda gullar. Asosiy lokatsiyasi hamkorbank desak bo'ladi obunachilar. Endi keyingi xonamizga o'tsak, yine bino dekoratsiyasi o'tilgan ekan. Bu yerda bir xonamiz bor. Bu xonani kuzatsak, bu yerda obunachilarimiz yine yumush xonamiz. Dushoy kabinasi o'tilgan ekan. Arvistonamiz 50lik, unitazimiz qo'qofinoz, rakoynamiz, bu yerda oynamiz qo'yib o'tilgan. Spanyol görüşünen ki, Spanyolumuzda böyle trimosu var ekan, led xili, berimizda tomuz şeyler var yine, ajoyib etib gilamlar, yumshoqindan, nereden şkafımız var yine, olasılar. Bu güzel. Oynamız podokoniklerimizden qo'yib o'tilgan. Kifsi, bu tomonda Azamet. Endi oxirgi xonamizga yuzatsangizlar.
Yine bu xanamız. Zərbəti birliyinə Detski spani bilirken buladı. 2 adı 3 keravat, türması, bir de stullarımız koyulan kitap cavanı bağlanacaq. Verilmesini niye bir işinətib, lüstramız koyulub oturuyor. Şunda 5 kvadratlı binanın 5. katında özelleşken narxalmacılar 82.000 dolar, 92 kvadrat ekan. 3 xanalı. Mesela Alakoçun nomini istəmə 88 670 88 530 nömrə bilan bağlansa. Sağ olun, alın. Şunun canına satın. Satıb bəyində hər daimlik xidmətdəmiz. Onsan tezərə satırlar. Hər daim xarac mübarizələr üçün xidmətdə.